Ba'lon O'zbekiston YouTube kanali obunachilari. Mana Begumizda o'ta nam holatda ham ekish bu shu tomir chirishiga olib keladi. Buni bir qator yoyib, mana turpoq bilan aralashtirib, xohlasa ekilyapti. Mana shu aralashtirilgan turpoq bilan Begumimiz aralashtirilgan. Begumimizni quritish uchun tayyor holatda. Mana shu tomirda ham saqlash uchun ham 10-15 kun bemalol mana shu Begumimiz bilan turpoq aralashgan aralashmasiga bir-biriga tegmaydigan darajada terib, xudo xolasa mana shular ham 10 kunda, 10 kun 15 kunda o'zini natijasini ko'rsatadi. Saqlashga ham yaxshi. Har xil pindiga otib, po'panaylab chirib ketish ehtimolini oladi. Shu ko'pchilik kichkina beribsiz deb qalamchani ham ko'pchilik so'rayapti. Mana shunchalik qalamchadan ham chiqadi bular. Mana kichkina 3 sm, 2 sm. Mana bunday qilib qo'ysa, mana svejiy. Tamom, qalamchalar. Quyosh tushmaydigan joyga terilyapti, tagiga shu chirimni solib. Yo, ketdi vaqti. Tepasidan yana boshqatga tashlab qo'ygan. Shu polonyani ekilish jarayoni kilolarga o'sha 5-6 santimetrli sotayotgan qalamchalarimiz bemalol 2 ga olib eksalaringiz bo'laveradi. Buning tarkibida Begumimiz, turpoq, shilqum, suvoq qum deyiladi. 3-4 xil o'zi foiziga qarab qo'shiladi.
Endi buni hamma sekretlari xudo xolasa telefon orqali o'rgatiladi. Dorilangan qalamchalar. Ikki xil usulda dorilangan. Birinchi o'sha chirimasligini, ikkinchisi tomirni rivojlantirish uchun. Hozirgi mana shu ko'rib turgan tuvakchadagi razmer 10 ga 10. 10 ga 10, 12 ga 13. Asosan Poloniyada o'sha ko'p qo'llaniladigan tuvakchalar. Oq ingichka kulokdagi salafanlarga ekilmaydi, sababi buni tomiri juda ko'p. Ertaga bir oydan keyin ichi to'la oppoq tomiriga burkanadi. Tezakazimiz mana Xorazm viloyati Urganchga, Ulug'bek akamizga va Qarshi viloyati, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahariga. Tayda Qashqadar Toshkentlik akamizga, Olmazor tumaniga общий 1300 ta Poloniya ildiz qalamchalarini jo'natilyapti. FT Shanton. Akalarimiz Shomga kelishgan ekan. Shu tomir Poloniyaning FT qalamchasi bilan hozir M1 ham ko'rishdi. Endi xudo xolasa o'shanga qarab kamida bir 20 mingta 20 тысяч, да? 20. Откуда вы? Душанбе. Гости. Сегодня 11 февраля. Сколько вы хотите? 20 тысяч. 20 тысяч, да? Что, как вас зовут? Когда вы заберете? Сейчас посмотрим. Если заказывать, да? Заказ сделаем, сейчас посмотрим. Душанбе в каком регионе там? Район или каком? Город Душанбе? Все. Если вот договоримся, вот 20 тысяч будем отправить, иншаллах будем вместе работать. Консультация boshqa yordamda berib boramiz. Assalomu alaykum Poloniya O'zbekiston YouTube kanali obunachilari. Navbatdagi zakazimizni hozir tayyorlayapmiz. Xudo xolasa mana kesilgan qopdagini korobkalarga joylab bugun jo'natamiz. Bugun 17-yanvar. Mana navbatdagi zakazimiz Turkmanistonga jo'natyapmiz. Akamizga xudo xolasa mana Qoraqalpog'istonga Cheres Qoraqalpog'iston chiqib ketadi. 500 dona FTS qalamchasi 4000 so'mdan jo'natilyapti. Dastavkasi o'zimizdan. Xudo xolasa aka mana bugun jo'natdik, 2 kun ichida boradi. Pochtadaman.